Ana ukam, tom obzor qilmoqchimiding? Qilaver. Ya, aka, men tom obzor qilmayman, o'zingiz masmidingiz qarilayotgan. Men tom obzor qilaman, senga kim qo'yibdi deb. Ha, o'zing-ku, yoshlarga yo'l bering, o'qiling, bu qiling. Mana senga bet, mana senga tom. Bemalol obzor qilaver. Aka, unda yana bitta qilamiz. Siz ham men ham obzor qilamiz. Tomoshabinlar o'zi baho beradi. Yanami? Ketdi. Yana 30 sekund kutishadimi? Akaga o'xshab bitgan chiroyli tomni obzor qilib maqtanish ham mumkin, ammo bitmagan tomni obzor qilish uncha-munchasiga emas. Tomni ko'rdinglar, sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli xizmatlar va o'zini ishiga javob beradigan ustalar kerak bo'lsa, Master Tomga murojaat qilaverasizlar. Aka, gap yo'q. Meni ko'raman deb 30 sekund chidadingiz-a? Biz o'sha nafaqat chiroy, balki sifat bilan o'ynashamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Obshu bu tom necha kvadrat? 1100 kvadrat atrofida joy. 1100 kvadrat. Necha kunda bitirasiz endi? 25 kun 30 kun atrofida. 20 kun 25 kun. Necha kishi ishlayapsizlar aka? 6 kishi. 6 kishi 20 kun 25 kunda bitkazasizlar. Xudo xolasa. Zo'r. Xudo xolasa 20-25 kunlarda biz yana kelib, xudo xolasa bir proverka qilamiz aka. Sizlarga ham shunaqa sifatli mahsulot, o'zini gapiga javob beradigan mana shunaqa sifatli ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Master Tomga aloqaga chiqasizlar.